Ochig'i bu narxga eshitib, meni miyam jingalak bo'lib qoldi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana bu avtomat necha pul turadi? Schneider'ning original avtomati. Teskari Ona silemsa, teskari ekan. Уже tomon qo'lim ham jingalak bo'lib qoldi. Mashina o'zi salkam $120 ekan. Tasavvur qilsam, $120. Endi qiziq savol tug'iladi. Mana bu odam zakaz qilganlar, hammasiga shu odam aybdorlar. Bu shitizni o'zi nech pullarga aylanadi? Hozir mana shu terayotgan shitiz qanchalarga aylanadi taxminan? Tem bo'li ma'milani ham donasi nech puldan? Qimmat bular ham. Yo'q, taxminan 80 amperlik 63 bilmayman. Xo'p, to'xtang, mashinasi obunachilarga yuklaymiz shu savolni javobini. Topinglar, taxminan mana ma'mila $95 dan ekan, hali uzoqlari bor. Ma'mina o'zi $120 atrofida. Nech pulga aylanadi mana shitimiz? Qani bitta taxmin qilinglar. Hali mana bu avtomatlari ham bor. Abjal sanab yetma. Yozinglar masjidga.